va bu seriya ko'ksaroy haqida gapirilyapti. Ko'ksaroyimizga propitga urganimizni ko'rsatganmiz. Bu lak emas. Akalar shunga e'tibor beringlar. Bu lak emas. Bu o'zini maxsus propitkasi gidrofob effektini beradi. Suv yoki yog' kabi narsalarni o'ziga singitmaydi. Zo'r narsa va yana narsaga e'tibor bering. Turgan sari mana bunday bo'lib oppoq bo'lib ideal turardi holatda. Bu mana suyliqimizdan oppoq turibdi. Endi o'rtasiga suv qo'ysangiz buni ham ko'rsataman. Hozir ko'rsatishim shart emas. Mana biz zinani ham ko'rsatgandim, endi ustiga tambaran qo'yib qo'ydik. Ko'ksaroy granitga Mokri effekt propitka, ya'ni lakni urishinglarni tavsiya qilmayman. Sababi Ko'ksaroy granitlarida sariqqa yoki zangga moyilligi kuchliroq hisoblanadi va Mokri effekt propitka, ya'ni lakdan keyin u narsaning ham kuchayib ketish ehtimoli bor. Mana shu narsani hisobga olib qo'yinglar. Va propitka uruvchi akalarimizga yoki ustalarimizga bu narsani maslahat bermayman, ya'ni lak urishdi. Men o'zim ham urib ko'rganman, sinab ko'rganman. Men o'zim xonadonimizga o'sha terilgan abrezga surkaganman, bironta xonadonga hali surkaganim yo'q. Va bu seriya Ko'ksaroy haqida gapirilyapti. Rozibek Ko'ksaroy haqida yoki Qaymoqrang Ko'ksaroy haqida gapirmayapman. Seriya Ko'ksaroy haqida gapiryapman. Shunga e'tibor bo'linglar va ehtiyot bo'lishini tavsiya qilaman. Agar seriya Ko'ksaroylarda ustalar MDF'larga terishgan bo'lsa va Mokri effekt propitkani urganingizdan keyin o'z nomi bilan suv effektini beradi. Va o'zidan sariq dog'lari ko'zga ko'rinib ketishi mumkin. Mana shu narsadan ehtiyot bo'linglar. Videomiz manfaatli bo'lishi uchun do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Mramor granit haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling.